Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Xudo xolasa navbatdagi video obzorimizni davom ettiramiz. Video ko'rinishdan oldin bittadan like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana Xudo xolasa molxonamizning ikkinchi etajini, tom qismini konteyner materiali bilan yopib berdik. Xudo xolasa mana shifer qatirish jarayoni ketyapti. Ko'rib turibsizlar, konteyner profilimiz yakkali holatda, tepasi ham, pasti ham yakkali holatda. İçiga zigzag qo'yilgan holatda qilingan. O'rta ustun sarropi mana shu yillardan qilindi. Ko'rib turibsizlar, yengilroq, arzonroq tushsin degan akalarimizga shunday holatda qilib beryapmiz. Mana ko'rib turibsizlar, taylari yakkalik. Stoykalarini ham qo'yib, Xudo xolasa mahkam usulda qilindi. Mana ko'rib turibsizlar. Arzonroq variant, yengilroq variant degan akalarga shu holatda ham qilib beramiz. Xudo xolasa bu ham baquvvat holatda chiqdi. Mana sarroplarimiz yakkali holatda. Faqat endi shifer ko'tarib tursa bo'ldi holati bo'lib turibdi. Endi bu turishga loy bosmaydi. Shifer endi ikkinchi etajda asosan shiferni ko'tarib turgani qilinyapti. Tag qismiga o'tlarini, hashaylarini bosaveradi. Xudo xolasa reykalarimiz ham qatirib, juda chiroyli holatga olib keldik. 3 qator shifer. Xudo xolasa endi kimga shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishgan holda chiroyli qilib beramiz. Mana hamma narsasi o'zimiz qo'limizdan o'tadi inshaalloh. Telefon qilaverasizlar.